Hammaga assalomu alaykum. Bog'dorchilik o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Bugun yana sizlar bilan qisqagina ajoyib video ko'rishamiz. Qisqa emas, 4-5 minut atrofi. Eng qiyin, eng og'riqli savollardan biri gilos bog'larida zo'r gullaydi va hosil bermaydi. Buni ko'pchiligimiz aytamiz, changlanishdan deymiz. Lekin yana bitta asosiy sabablardan biri bor. Men buni sizlarga aytaman. Hali hech kim aytmagan bu narsani. Diqqat bilan e'tibor berasizlar. Hozir mana shu gilos bog'imiz juda ham zo'r gullagan bahorda. Eng asosiysi, eng bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'zini o'zi changlatadigan svet hard sorti. To'g'ri, kechroq gullaydi, lekin o'zini o'zi changlatadi. Endi bunga hozir bitta ham hosil yo'q, qaranglar. Mana 2025-yil 5-may sanasida turibmiz. Umuman hosil yo'q. Ko'rishlaring mumkin, birorta ham hosil yo'q. Lekin shu narsani esdan chiqarmanglar. Bularda hammasi hosil shoxlar bor. Mana. Hosil shoxlar bor mana. Maniki. Endi qaranglar, bu narsaga yana bir asosiy sabab, ya'ni o'sha changlanmay qolishi birinchi sabab. Ikkinchisi, o'zini o'zi changlamaydigan sort bo'lsa, yonida changlatuvchi bo'lmasa, changlanmay qoladi. Ikkinchi sabab. Uchinchi eng asosiy sabab, bu bog'imizda 3 yildan beri suv ichmagan, ozuqa yemagan. Endi diqqat bilan e'tibor berasizlar, buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak hozir degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Bu bog'imizni hosilga kiritish uchun biza hozirda o'zidan qatorlarga agatlarni olib, diqqat bilan e'tibor berasizlar, agatni olib, gektariga 70 kilodan fosfor kaliy o'g'itini berib, fosfor bilan kaliyni berib, yaxshi bir marta sug'oriladi va shu bilan kuzda, ya'ni orada suv qo'yib turiladi, lekin kuzga borgandan keyin kuz oylarida yana bir marta fosfor kaliy 60 kilodan solib gektariga yana yaxshilab sug'oriladi va 2026-yil bahordan hosilini kutib olsanglar bo'ladi. Qadrli obunachilarimiz, qisqa 2-3 minutlik foydali, menimcha foydali deb ayta olaman. Foydali videomiz shu edi. Hammaga rahmat, bizlarni kuzatishga davom etinglar. Va gilos bog'iga kelib hosil ola olmayotgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz videoni. Agarda kimga gilos sifatli ko'chatlari, o'zini o'zi changlatadigan ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zimiz sizlarga yetkazib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bog'da yana bir ko'ringlar. Pastlarigacha.